Agar sen unga kerak bo'lsang, u yozadi, yo'l topadi, qo'ng'iroq qiladi. Hatto g'ururi yorilib ketayotgan bo'lsa ham, agar sen u uchun shunchaki variant bo'lsang, demak sen kerak emassan. Seni faqat zerikkanida eslaydi. U yoqtirgan inson band bo'lsa, seni yoqadi. Sen zaxira Wi-Fisan. Ishlayaptimi? Yaxshi. O'chdimi? Farqi yo'q. Tekshirib ko'rmoqchimisan? Shunchaki yo'qol, g'oyib bo'l, yozma, qo'ng'iroq qilma. Va sen hammasini ko'rasan. Hech qanday vahima bo'lmaydi. Hech qanday seni qaytarishga urinish bo'lmaydi. Bir kun o'tadi, 2 kun, bir hafta. Sukut. Agar keyin o'zing paydo bo'lsang-chi, u xuddi sen yo'qolmagandek oddiy javob beradi. Chunki unga farqi yo'q. Chunki haqiqiy tuyg'u bu og'riq, sog'inish, yo'qotishdan qo'rqishdir. Unda esa senga nisbatan bularning hech biri yo'q. U shunchaki seni zanjirda ushlab turibdi. Sen ehtiyot variantsan. U boshqalar bilan vaqt o'tkazayotganda sen kutib o'tirgansan. Seni qadrlashmaydi, seni sevishmaydi. Seni shunchaki ishlatishadi. Eng achinarlisi nima bilasanmi? Sen buni bilasan, lekin baribir umid qilasan. Bas qil, o'zingni hurmat qil. Zaxira variant bo'lishni to'xtat. Senga kerak bo'lgan ayol seni yo'qotishga yo'l qo'ymaydi. Yana chuqur psixologiya, munosabatlar va inson ongidagi yashirin mexanizmlar. Telegram kanalimizda. Havola bioda.